Salom, sizlar bilan Ozimjon Yo'ldashev. Ushbu videoda men sizlarga Amarketsdan qanday qilib demo hisob ochish va real hisoblar ochishni ko'rsatib o'taman. Bu juda ham oddiy va oson. Buning uchun kabinetga kirib olamiz. Bemalol telefondan ham, kompyuterdan ham qilsangiz bo'ladi. Yana eslatib o'taman, agar siz hali Amarkets brokerdan registratsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, video ostida Telegram gruppamizda va saytimizda silka havolalar qoldirilgan. Shundan o'tib bemalol ochishingiz mumkin. Agar siz mobilniy programma ochmoqchi bo'lsangiz, avval Amarkets mobilniy programmasini o'rnatmang. Bu xato bo'ladi. Avval o'rnatishdan avval silkadan oddiy brauzerdan o'tib, ustiga bosib o'tib registratsiya qilib oling. Registratsiya juda ham oson. Ana undan keyin Amarkets mobilniy programmasini o'rnatib, unga o'sha login parolingizni terib kirsangiz bo'ladi. Sirazi registratsiya qilgan paytingizda hisobingizning paroli emailingizga jo'natadi, ya'ni qayerdan topaman deb izlab qolmaysiz. Demak, mana nimaga kirib olamiz kabinetga. Kabinetga kirganimizda bu yerda mana sozlamalar degan menyu bor. Shu yerga kirganingizda mana mening hisoblarimda ochgan hisoblaringiz turadi va savdo hisobini oching degan yerda bor. O'sha yerda savdo hisobini oching degan real hisob ochadi. Bizga demo hisob kerak. Demak, demo hisob ochish degan ustiga bitta bosamiz. Bosganimizda mana bunday yozuv chiqadi. Demo hisobning turi 3 xil hisob bor. Ya'ni standart hisob bu faqat spreadli hisob, bunda spread bo'ladi, hech qanaqa komissiya yo'q. Ikkinchisi YSN hisob, bunda ozroq spread bo'ladi, lekin komissiya bo'ladi. Uchinchisi zero hisob, bunda faqatgina komissiya bo'ladi, spread bo'lmaydi. Shundan qaysi biri sizga kerak bo'lsa ochishingiz mumkin. Misol keling, endi qaysi hisobni tanlash kerak degan savolga men albatta spreadli hisob tanlashni tavsiya qilaman. Nimaga desangiz, mana bu nima hisoblarida komissiyali hisoblarda komissiya o'zgarmaydi. Siz plusdamisiz, plusda emasmisiz, farqi yo'q. Endi mana bu spreadli hisobda bo'lsa, misol uchun spread mana bu yerdan sotib oldi. Siz narx pasayadi dedingiz, narx pastga tushib ketdi. Ya'ni siz pastga tushib ketgan paytda mana bu spread minusdan chiqib olasiz-ku, bu yog'i endi sizga nima ziyon qilmaydi, spreadda ziyon tegmaydi. Mana bu komissiyalikda bo'lsa, unda komissiya siz plusda bo'lasizmi, minusda bo'lasizmi, doim saqlanib turadi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Keling, biz YSN hisob ochmoqchiman. Ham spreadi kam, lekin ozroq komissiyalik va shuni tanlaymiz. Endi pastiga savdo platformasi MetaTrader Tour yoki 5. Misol men 5 ni tanladim. Endi boshlang'ich balans deyapti. Boshlang'ich balans qancha bo'lsin? Misol 5000 deb turibdi. Mana shu ham juda muhim bizga. Nimagaki ko'pchilik yangi ish boshlaganda katta summalarni olib qo'yadi. Misol 50 minglik, 100 minglik yoki hech bo'lmaganda 10 minglik hisoblarda ishlaydi. Demo hisobda qarasa ishi o'xshayapti. O deydi. Ishim zo'r bo'lib ketdi. Realda ham shunaqa bo'ladi deydi. Lekin teskarisi. Demo hisobda u 10 mingda ishlagan, lekin hisobiga realda $10 tashiyapti yoki $100 tashiyapti. Bu holatda o'xshaydimi? Yo'q albatta. Shuning uchun biz bu yerga nima qilamiz? Eng kamida tavsiya qilaman, bu yerda ham yozib qo'yibdi, eng kamida $100lik hisob och degan. Xo'p, $100lik hisob ochamiz. Bu Amarkets brokeri bizga mashq uchun juda ham yordam beradi, chunki istalgan summadagi demo hisobni ochish boshqa brokerlarda deyarli yo'q. Demak, men realniyga o'tganimda ham $100 bilan ishlamoqchiman. Demak, $100 ni belgilayman. Endi plecha 1ga 3000 turibdi. Biz unaqa emas. Misol uchun plechani 1ga 500 yoki 1ga 1000 qilishimiz kerak bo'ladi. Maksimal 1ga 1000. Nimagaki plechani oshirib olsak $100 bilan ham demoda zo'r ishimiz o'xshab ketib katta lot ochib yuramizda, realniyda sal plecha kam bo'lsa kichikroq lot ochadi, o'xshamayapti-ku deymiz. Shuning uchun realniy bilan bir xil bo'lish kerak. Demak, plechani 1ga 1000 qilamiz va hisobni ochish degan tugmani bitta bossangiz bo'ldi, hisob sizga ochiladi. Mana hisob ochildi. Va pastroqqa tushsak, mana hisobimizning login parollarini o'zi shu yerda ko'rsatyapti. Mana hisobimiz logini, bu paroli, bu esa serveri. Bu yerda mana terminalni yuklab olish uchun nima ham havola qoldiryapti. Shuni ustiga bitta bosib yuklab olsangiz bo'ladi. Undan tashqari emailimizga ham xat yuborgan va emailimizga ham login parollarni va terminalni yuklab olish uchun havola yuborgan. O'sha yerdan ham yuklab olsak bo'ladi. Ko'ryapsiz, demo hisob ochish juda ham oddiy va oson. Xo'p, endi men yana bir ish qilaman. Sozlamalarga o'tib, islomiy hisobga o'tib ko'raman va bu yerdan demak demo hisobini lekin islomiy hisobga o'tkazib bo'lmasa ekan, shuni yoddan chiqarmaslik kerak. Ya'ni faqatgina realniy hisoblarni islomiy hisobga o'tkazsangiz bo'ladi. Islomiy hisobni qanday ochish va o'zgartirish haqida avvalgi videomizni ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi yana sozlamalarga o'taman. Endi esa savdo hisobi oching deganni bosib, real hisob ham ochib ko'raman. Misol real hisob qanaqasini ochsak bo'ladi? Misol keling, uni bundan ham YSN hisob ochamiz. MetaTrader 5 ga. Xo'p, real hisobda shu summa belgilash kerak emas, o'zi tashlagan summamiz bo'ladi. Buni plechasini kam qilib qo'yaman.
misol uchun deylik 1 ga 50 qilib qo'yaman. Xavfsizlik uchun, ya'ni realniga. Ya'ni real hisob ochganda yangilarga tavsiyam shu. MetaTrader 4 ga ochasizmi, 5 gami farqi yo'q. Faqat terminalni zo'r ishlatishni biladiganingizga oching. Misol MetaTrader 4 qulayroq. 5 noqulayroq. Endi hisob ochganda ham misol spreadli bo'lsinmi yoki komissiyalimi uni tanlang. MetaTrader 5 tanladingiz deylik, valyuta dollarda va plecha 1 ga 1000 turadi-ku. Yo'q, shu 1 ga 1000 turmasin. Nimagaki siz hisobingizga boshlanishiga qancha pul tashlaysiz? Misol uchun $100 tashlaysiz. $100 ga agar plecha 1 ga 1000 bo'lsa, sizga katta lot ochishga ruxsat beradi. Misol 1 lot, 2 lot valyutalarga. Bu degani pulingiz bir pasda uxlatib qo'yadi. Shunday bo'lishini oldin olish maqsadida plechani 1 ga 100 ga tushirib qo'ying yoki 1 ga 50 ga. Ya'ni siz katta lot ocha olmaysiz avtomatik. Bu degani pulingiz himoyalanadi. Misol 1 ga 100. $1000 tashsangiz ham agar plechani 1 ga 100 qilsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Bu siz uchun xavfli bo'ladi, xavfsiz bo'ladi. Va bo'ldi, tushamiz. Mana bu yerda pozitsiyani hisobga olish degan yerda hedgingda turaversin va hisobni ochishni bitta bosasiz va real hisob ham ochiladi. Real hisobning ma'lumotlari ham sirazi o'sha ochgan oynangizda ko'rsatiladi va terminalni ham yuklab olishingiz mumkin. Va undan tashqari emailingizga ham xabar boradi. Demak, hurmatli do'stlar, mana bosh sahifaga yo'q, bu yerda ham sozlamalar va mening hisoblarimga o'tsak, mana bizda nechta hisob bo'lsa hammasi ko'rsatadi. Mana MetaTrader 5 hisob, bu islomiy hisobimiz, bu oddiy standart hisobimiz. Hamma hisoblarimizni shu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda faqatgina real hisoblarimizni ko'rsatyapti, e'tibor bering. Demak, demo hisoblarini ko'rsatmayapti. Demak, demo hisoblarini kabinetga ko'rsatmaydi. Demak, demo hisoblarning login parollarini agar kabinetdan bir marta o'sha ochgan paytingizda kopiya qilib olishingiz kerak. Agar bunday qilmagan bo'lsangiz, emailingizga xabar bo'ladi. O'sha emailingizdagi xabardan albatta yozib qo'ying va terminalga ulab qo'yish yodingizdan chiqmasin, chunki keyin demo hisobni kabinetdan topolmaysiz. Faqat kabinetda real hisoblar turadi. Mana ko'ryapsiz, Amarketsdan demo hisob ochish istalgan summada va real hisoblar ochish mana shundan iborat. Endi mabodo siz misol $100 kerak emas, endi men ko'proq summa bilan mashq qilmoqchiman desangiz, yana sozlamalar va demo hisob ochishga o'tasiz. Keling, shu yerda tilini o'zgartiray. Endi faqat o'zbek tili bo'lmasin. Rus tili, mana настройки, открыть demo счет, tepada открыть торговый счетda real hisob ochiladi. Endi pastidan hisob turini tanlaysiz. Misol MetaTrader 4 ga standart. Endi mana bu yerga misol siz keyingi safar qancha bilan, misol men $300 bilan yoki men bor pulimni yozishim kerak edi. Misol uchun menda $120 bor yoki menda $450 bor. Farqi yo'q. Menda $270 bor. O'sha tashlashni niyat qilgan summangizdagi nimani yozasiz va plechani unutmang, 1 ga 1000 maksimal. Chunki real hisob ochganda ham 1 ga 1000 beryapti. Shu nimaga qo'yasiz? 1 ga 1000 yoki tavsiya qilaman 1 ga 500 yaxshi. Lekin eng zo'r variant 1 ga 100. Chunki mashq uchun ham to'g'ri keladi bu. Va 1 ga 100 da lekin juda ham kichik lot ochadi, mayda summaga bo'lmaydi. Shuning uchun 1 ga 500 qilasiz kamida va kerakli summani yozib, открыть счетni bitta bosasiz va sizga hisob ochiladi. Siz shu summa bilan bemalol mashq qila olasiz. Qarang, juda ham udobli broker, ayniqsa mashq qilish uchun va ushbu brokerdagi sharoitlarni o'rganish uchun bu sizga zo'r yordam beradi. Demak, hurmatli do'stlar, ushbu videoda biz siz bilan qanday qilib Amarketsdan istalgan summadagi demo hisob ochish va real hisob ochishni o'rgandik. Avvalgi videolarimizda islomiy hisoblarni ochishni ham o'rgangan edik. Bemalol siz mana shundan foydalanib, demak, chiroyli ishlab, ushbu brokerdan foydalanishingiz mumkin. Menimcha ushbu video sizlarga foydali bo'ldi. Agar hali registratsiya qilmagan bo'lsangiz, video ostida silkalar qoldirganman, shundan foydalanishingiz mumkin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha